Savol. Assalomu alaykum ustoz. Uy jihozlari sotib olganda mahsulotning sifatiga kepillik qilish uchun bir necha yillik sifat kafolatnomasi berdi ekan. Shu kafolatnomaga asoslanib belgilangan vaqt to'shqicha birini, hatto ikkinimi almashtirib berdi ekan. Bir qatim almashtirsak-ku, birini olgandan keyin biriga bir bo'lg'udak, ammo ikki qatim yangisiga almashtirsak, buning hukmi qanday bo'ladi? Mushunga bir javob bergan bo'lsalar. Alloh rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom. Ikki qatim yangisiga almashtirsaqmi, uning hukmi joiz. Chunki bu turli kafolatnoma aslida mubah. Kunimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlarda ko'pincha ahvolda masala ko'rilishi mumkin. Iste'molchilar tovardagi u aybni tovarni sotib olganda bilalishi mumkin bo'lmaydi. Balki bir muddat ishlatgandan keyin bilalaydi. Natijada mahsulotni ishlab chiqarib sotgan shirkat ishlab chiqarish jarayonidagi xatolik sababidan ma'lum bo'lgan ayb tufayli xaridorning qo'lidagi mahsulotini qaytarib olib, o'rniga boshqani almashtirib berdi. Şoňa bu mahsulot almashtirish to'xtami bo'lmasdan aybi bor mahsulotni saq mahsulotga almashtirib berishdan iborat. Ham bu kafolatning shirkatlarning mahsulotlarini texnik sifatli ishlab chiqarishiga turtki bo'lishi jihatdan hamma tarafga foydali ish. Islom fiqhida bir narsa buyursa, yasab sotquchi yasagan narsadagi aybga ega bo'ladi. Şoňa buni olimlar joiz deydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.